Assalomu alaykum. Bizni tomosha qilayotgan aziz insonlar. Gapni nimadan boshlasam ekan deb o'ylanib, hech narsadan topa olmadim. Desam adashaman. Hammani sizlarga tanishtirib o'taman. Xo'sh, kimdan boshlasam ekan? Ha, mana bu Ilhom Isroilov. Hozirda katta kafeni xo'jayini. Hali ham so'qqabosh. To'g'ri, biron ustidan kulish yaxshi emas-u, lekin yoshi 30 da. Uning qo'lida esa bir necha xodimlar ishlaydi. Ular azizman, o'ng qo'lida esa ham bo'laveradi. Bu Dilshod Qirg'izboyev. Biron bir ishni na eplab gapiradi, na bajaradi. To'g'risini aytganda, gijillagan bosh bo'ladi. Xo'sh, bu Davron Aytiyev. Bu inson bizning akamiz. Buni ko'rib turganingizdek, Kamina Azizbek, yonimda turgan yigit Ismoiljon. Uchalamiz mablag' yig'ib kichik biznes boshlashga qo'l urganmiz. Hammamizdan oz pul qo'shib qo'ygan Ismoiljon hatto karrani ham bilmaydi. Rus tilida gapirishga harakat qiladi-yu, lekin tili ham xijolat. Bu Rustamjon, nuqul telefondan bosh chiqmaydi. Internet bo'lsa bo'ldi. Telefondan ajralib qolsa, menimcha sudirgi bo'lib qolsa kerak. Yonidagi unga tanbeh beruvchi akalari Ilhomjon va Abdumalik. Ukasining ko'ngliga qarab har xil kuyga tushadi bechora do'mbira qo'zilar. Bu uchala yigit ustaz farang pulsevar firibgarlar. Agarda sizlar ham ko'cha-kuyni ko'rib qolsanglar, ehtiyot bo'linglar. Yaxshi gapirib pul undiradi. Qisqasi, o'zining ishiga okey. Oho, bular To'ytepa qishlog'ining eng chiroyli go'zal qizlaridan. Qishloqdan zerikishganmi, shahar aylangani kelishgan. Bularni Sitora guruhiga o'xshatdim. Eng qizig'i Sitora guruhiga umuman o'xshamaydi. Hamma muammo shu qizlardan boshlangan. Biz ulardan o'z manzillarini so'rasak, bu yog'ini kinoda ko'ramiz. Endi nima bo'ladi? Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Kelinglar qizlar, xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling, yigitni guli. Voy, rahmat. Namuncha keldik. Xo'sh qizlar, nima buyurasizlar? Haligi bor-u, nima edi-ya? Nonda ichiga bodiring, go'sht. Hammamizga gamburger. Ichgani esa shakar choy. Kola. Xo'p, mayli. Tinchlikmi? Og'zing quloqingda? Yo'q, o'zim do'st. Pismig'i. Ana qizlardan biri yuragingdan urdi shekilli. Shunaqaroq. Qaysi biri? O, kichkina qiz. Arag'ani ichida uchkina qiz, ichidagi eng go'zali kichkina qiz. Arag'ani ichida uchkina qiz, ichidagi eng go'zali kichkina qiz. Piyolada suv beray ichkina qiz, kel yonimga ko'ngilchangni ochkina qiz. Piyolada suv beray ichkina qiz, kel yonimga dardlaringni ochkina qiz. Kichkina qiz, qalam qo'shin qoqib qo'yar kichkina qiz. Ko'z ichida boqib qo'yar kichkina qiz, qalam qo'shin qoqib qo'yar kichkina qiz. 40 yo'li tovlanadi bellarida, menga juda yoqib qo'yar kichkina qiz. 40 yo'li tovlanadi bellarida.
güzel kichkina qiz. Aravani ichida uchgina qiz, ichidagi eng go'zal kichkina qiz. Piyolada suv beray ichgina qiz, kel yonimga ko'ngilchangni ochgina qiz. Piyolada suv beray ichgina qiz, kel yonimga dardlaringni ochgina qiz. Ochgina qiz. Romantik bo'lmayver. Niyating jiddiymi? O'ylanib ko'rdingmi? Nimasini o'ylanaman? Umrimda bunaqangi qiz uchratmaganman. Oyim ham uylan deb qo'ymayapti. Ha, gaping to'g'ri. Ha. Unda bunday qilamiz. Qog'ozga raqamingni yozda, anavi kichkina qizga berib kelasan. Qo'ysenchi, o'xsharmikin? O'xsharmikin, o'xshamaydi-da. Sen shusturroq bo'lsang, aytganini qil. Bor berib kelgin. Xo'p. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ja yaxshi o'tiribmiz. Men ham yaxshi o'tiribman shekilli. Sizchi kichkina qiz? Yo'q, singlim. Ajoyib. Nima ekan? Ovqat narximi? Voy. Yirtvordi-ku. Bu planing o'xshamadi-yo. O'xshamaydi-da anqov. Ammam buzoqdek qizlarni hurkitib yording. Shuni ham o'zim qilaman shekilli. O'rgan, student. Mayli, sinab ko'ramiz. Oppa, jim o'tir. Unda yozing. To'ytepa qishlog'i 3-dongli Mag'firat desangiz hamma taniydi. Hop, rahmat. Xo'sh, nima bo'ldi? Oldingmi? Bilasan-ku, yoz adresni. Rostdanmi? Aytchi. Qormanglar. Nimani yozishyapsan? Bola sevib qolgan. Yo'q-e. Voy, bismig'i. Men yo'g'imda nimalar bo'ldi? Ish qilib qizni ko'ndirishdingmi? Meni bilasan-ku. Hammasi yaxshi-ku. Faqat bitta muammo bor-da. Yana nima? Omachi, pulim yo'q. Yo'q, pul kerak emas. Faqatgina xo'jayinning ruxsatini olish kerak. Xo'jayinni menga qo'yib qo'y. O'zim ko'ndiraman uni. Yo'q-e. Qana qilib? Axir xo'jayin jiddiy odam bo'lsa, Uni nozik joyini bilaman. yo'q-e, nima ekan? U ham oshiqu beqaror bir qizga. O'sha qizni topdik deymiz. Kerak bo'lsa, o'zi ham biz bilan birga boradi. Kallingga qoyli. Yur ketdik. Ha uka, bugun kayfiyating. Oyim ko'rmaysizmi? Qachon uylanasan deb urushgan. O'zing ham lalayib yurasan ekanda. Shab bittasini top da uylan. Daraxtni tepsang qiz yog'iladi. To'g'ri tushadi-yu, na qurt yegan tushadi-da. Tozasini olaman desang, daraxtga chiqishga to'g'ri kelar ekan. Voy bola, nima bo'lding? Bo'ldi, eshitdiman. Qiz istayatuvdingmi? Ana qizlardan yaxshisini topa olmaysan. To'g'ri-yu, bu qizda egalari bordir. Ahmoq, bunaqa qizlar o'ziga mahkam bo'ladi. O'zim seni tanishtirib qo'yaman. Seni? Men axir shaharliman. Между прочим, qizlar shaharli bolalarni yaxshi ko'radi. Qarab tur. Hunaringni ko'raylik-chi. Yoniga kelsang beradi dam, ikkita so'z ortiqcha bittasi kam. Ko'rdimmi sevdim halovatim yo'q, qadr qomatiga gap yo'q. Hech kimga qilmaydi parvo, yuradi asta qadam qadam. Bilga ko'ngli mendan, oshiqlarim mingta bo'lsa ham. Hay, dili vayron qilodir. Hay, so'zlarim misli tikondir. Hay, dili vayron qilodir. Hay, so'zlarim misli tikondir. Mamanda yellar
hech kimga qilmaydi parvo yuradi asta qadam qadam bilgan ko'ngli mendan oshiqlaring mingta bo'lsa ham hay 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 dil vayron qilodir hay 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 so'zlarimiz sizlar tikondir. Привет, красавчик. Можно я тебе? Iye, nima sensirayapsiz? Tavba. Извини, успокойся. Men-ku o'zimni bosib olganman. Siz o'zingizni bosib oling. Nima men? Meni? Voy. Men o'zimni bosib olganman. Nima menga unaqa qarayapsan? Nima, urushasanmi? Tinchlikmi? Nima bo'lyapti? Yurchi. Voy, aka sharmanda bu, sharmanda. Bu yoqqa kel. Boring. O'zing borgin, bo'lmasa mana mijozlarni qochiraman. Добро пожаловать. Ладно, поговорим. Xush kelibsizlar qizlar bizim marketga. Hayolimni o'g'irlagan o'zingsan, yuragimdan joy olgan o'zingsan, ishqingda adob bo'lgan o'zimman. Hayolimni o'g'irlagan o'zingsan, yuragimda joy olgan o'zingsan, ishqingda adob bo'lgan o'zimman. Jayron ko'zlaring boqqan, menga qarab so'zlashlaring yoqqan, yuzim silab pishlaring yoqqan, yomon yoqqan. Ey gulim, ey jonim, seni sevadigan mana menman o'zim. Osmonga qara, yulduzlar sara, birma-bir yulduz sana baxtdan ozdingmi? Ey gulim, ey jonim, seni sevadigan mana menman o'zim. Osmonga qara, yulduzlar sara, birma-bir yulduz sana baxtdan ozdingmi? Rahmatu, ja ajoyib bolalar ekansizlar. Biringlar kelib urushasizlar, biringlar kelib qo'shiq aytib berasizlar. O'xshamadimi? Daraxtga chiqa olmadingmi? Xafa bo'lma. Bunaqa ishlarda akang do'ndiradi. Kechirasiz meni. Aha. Ukamga opingiz yoqib qolib. Faqat yo'q demang, manzilingizni bering. Unda eslab qo'ying. To'ytepa qishlog'i 3-donglik Mahfurat desangiz hamma taniydi. Rahmat. Ana kelyapti. So'yinchini cho'zish. Nima bo'ldi aka? Daraxtni ildizini topdim. Rahmat aka katta. Xat o'ynar muborak. Bo'ldi, bor ishingni qilgin. Поговори. Ha, ikkovingni ham xayoling parishon. Sevib qolgan bo'lishmagin tag'in o'lgurlar. Qayerdagi gaplarni gapirmasang-chi, baribir boshqa manzilni berdik-ku. Gapni ozroq qilib ko'tarish boringlar. Ey uka, shu telefondan nima foyda? Nuqul shu telefonga qarab o'tirasan. Rostdan ham sen shu telefonga uylanadigan o'xshaysan. Telefon. Bora, qo'li chatoq, hatto telefoni ham esidan chiqib qoldi. O'y javob berib qo'ying. Hamma yo'lni tashlab ketvordi-yu. Buni yolg'iz jo'natib bo'lmaydi. Yur qarab qo'yaylik. Haqiqatdan buni hech ham bunaqa ahvolda ko'rmagan. Rostdan sevib qoldi shekilli. Yurchi. Ey, Rustam. Rustam, niyating jiddiymi? Ha, aniq. Ha, unda qizlarning roziligi qolibdi-da. Durlar ichra durdonaman deydi-ya, deydi-ya. Durlar ichra bir donaman deydi-ya, deydi-ya. Samodagi Zuhro yulduz manman deb, nur taratgan osmondagi oyman deb, yurakdagi oqqan daryo soyman deb, yurakdagi oqqan daryo soyman
deb men shundayin janonaman deydi yo, deydi yo. Qo'l uzatsam yo'q akajon deydi yo, bormi sizda ibo hayo deydi yo. Soching qancha mayli tillo deydi yo, chimildiqqa kirgach qachon deydi yo. Voy o'zimni xayoli chiroyligim, orzulari osmon bo'lgan oyligim, erka-oxu erkatoyim shodligim, erka-oxu erkatoyim shodligim. Desam shunday jayronaman deydi yo, deydi yo. Mana uka adres. Telefon nomerini olmadinglarmi? WhatsAppmi, Adnomi? Uka, bunaqa narsalar ishlatmaydi bu qizlar. Akalar, endi xizmatinglarni ayamaysizlar. Manzilda oldik. Endi boramiz. Hijolat bo'lma, yer tagidan bo'lsa ham topamiz. Aha, telefonlashamiz. Assalomu alaykum. Salom. Tinchlikmi kayfiyatingiz yo'q? Tinchlik emas. Tushunmadim. Nega? Bilasiz, otamni aytgan. Xo'sh, Oilamiz bilan uzoqqa ko'chib ketyapmiz. qayoqqa? Ancha uzoqqa. Men sizni hech qachon qo'yib yubormayman. Qaniydi? Meni ham ketkim yo'q. Lekin dadam qishloqqa ketmasak bo'lmaydi deyapti. Nima bo'lgan taqdirda ham siz albatta meniki bo'lasiz. Ha, umid qilaman. Xavotirlanmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Meni boshqasiga uzatib yuborishsa-chi? Unaqa gaplarni qo'ying. Men albatta sizni sevib yashayman. Seni anduhlardan ko'rib yashayman, nigohingni qalban ko'rib yashayman. Xazon gul misoli so'lib yashayman. Qalbimda armoning bilib yashayman. Men baribir seni sevib yashayman. Aytilgan so'zlaring bo'lsa-da ro'yo, maftun etsa o'zga bir dunyo. Qalbim zor o'rtanib yig'laydi ammo, qalbim yig'lasa ham kulib yashayman. Men baribir seni sevib yashayman. Kiring. Mumkinmi? Yurchi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz xo'jayin? Xizmat. Xizmat yo'q. Shunchaki hol ahvol so'ragani keluvdik. Ha, hol ahvol so'ragani keldilaringmi? G'amxo'r ishchilarim borda. Bilasiz-ku. Xo'jayin. Gapni qisqasi maqsadga o'tish. Xullas, gap bunday xo'jayin. Do'stimi boshiga og'ir savdo tushdi. Nima? Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Xullas, bola sevib qolgan. Yaxshi, lekin men nima qilay? Yaxshilikka yaxshi kuya. Lekin qiz
Uzoqdan. Qayerdan? Parijdanmi yoki Londondanmi? Yo'q, xo'jayin. To'ytepadan. To'ytepa. Qishloq degin. Tanish joy. Men ham shuni aytaman-da, xo'jayin. Bir yo'li siz ham ishingizni bitirib kelardik, to'g'rimi? Ha. Shunaqa deb o'ylaysanmi? Xo'jayin, biz kafil. Yo'q demang, xo'jayin. Bir tavakkal qilib ko'raylik. Qo'ymadilar, ha mayli. Rahmat xo'jayin. Rahmat. Yur. Ish yoqmas. Tur sen ham baqirmaysan. Ertalabdan beri bir resam chilganimiz yo'q. Baqirorib tomog'imda tomoq qoldi. Jinni uxlab olay, jin turibdi. Nima? Bitta menga kerakmi? Ertaga arenda. Yozda yemasang, g'amingni qishda yeysan. Nimani? Akalar, ishonchli mashinalar bor. Borish, qo'lda yetalab kelish, bo'lish. Katta el akim, kim bilan gaplashamiz? Mana menda akasi katta. Xizmat aka. Mana manzilga. Bo'ldi aka. Topamiz. Aniqmi aka? Bizga shubha qilyapsizlarmi? Aniq dedik-ku. Bu yoqqa qarash. Ular shaharli otalarga o'xshaydi. Pulini shilmaymizmi? Bildirmay borib, hamma pulini o'g'irlab qo'yaymi? Kallang joydami, ahmoq? Ustingdan yozib qo'ysa, nima qilamiz unda? Uramizmi? Nimani urasan, Naynov? Ularni xo'sh, yaxshilab mehmon qilib shilish kerak pulini. Ha, o'tgangilarda qami? Turib qo'ymadikmi? Biz sizlarga qo'limizdan keladigan hamma yordam beradigan bo'ldik. Rahmat aka. Arzimaydi. Kundim. Bu yog'idan xavotir olmanglar. Aka, shu o'zi ko'zimga issiq ko'rinyapti. Oldindan berib qo'ysangiz yaxshi edi-da. Mana, yaxshiroq joy ham topib berasizlar. Bu joylari bilan, yotoqlari bilan qilib beramiz. 5 yulduzlimi? Ha, osmonga qarasangiz, hamma yulduz sizniki. Rosa maza qilamiz ekan-da. Rosa maza. Bo'ldi. Chiqinglar akalar, chiqinglar. Chiqinglar. Ketdik mana, bir odam mana ketdik. Muncha sassiq. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Kelinglar akalar. Mana manzilga borish kerak. Sizlar ham To'ytepagami? Tushundim. Yo'q akalar. Bilasizlar, o'ziga har xil odamlar uchraydi. Botir aka, kim akalaring joylashtirib. Akalaring chiqar. Chiqinglar akalar, chiqinglar. Ketdik. Nima qilyapsan? O'tir tezroq. Hozir aka Instagram. Nimcha? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Kechirasiz, birga tushsam maylimi? Rahmat. Akalar, naq oltin baliq tushdi-yu o'zi ham. Shoshma, hali undan kattalari keladi. Joy yo'q-ku, qayerga sig'dirasan bularni? Eshitishim bo'yicha erkak kishiga 3 marta omad beriladi. Menimcha birinchisi shu-yu. Gapni qisqa qilishkin, ishga kirishdik, ishga, bo'lish, ishga. Yana baliq ko'rib qoldingmi? Qayoqqa yo'l oldinglar akalar? Qani, ber, ko'rsat.
Mana bu manzilga. Ha, o'zi ham shu manzilga ketayotgandik. Qani, qayoqqa ketayotgandik? O'zi ham ja uzoqqa ketayotgan ekansizlar-ku akalar. Boramiz. Bu yog'i ja qimmatroq bo'ladi-da. Pulini ahamiyati yo'q. O'zi olib borib qo'ya olasizlarmi? Bundan ham uzoqqa olib borib qolaylik. Mashina qaysi o'zi? Ona, mez. Joy bormi? Ish qilib? Joy bor. Akalar, sizlar boradigan manzilga bizdan boshqa hech kim bormaydi. Ho, shunaqami? Qani, boshlang unda. Voy, jilishib olinglar endi. Hurmatli yo'lovchilar, chuqurroq nafas olinglar. Mashina o'rnidan jilmoqda. Ey! Nima to'polon, nima to'polon? Har doimgidek, xo'jayin. Konditsionerni yoqib qo'ying. Hurmatli yo'lovchilar. Sizlar uchun konditsionerlarimiz mavjud. Qayoqqa yo'l oldinglar, og'ayni? Og'ir savdo. Lyubov. Ish qilib topilsin-da. Hamma bir xil maqsadga ketyapti shekilli o'zi, bolalar. Ish qilib bir-birini sezib qolishmasin-da. Agar sezib qolishsa, uchalamiz ham. Nimani sezadi bu shaharlik karandalar? Xo'p, yo'lingizga qarang. Qachon yetdik? Qayerlarda yuribdik-na? Xavotir olma. Topamiz. Oylar o'tmoqda kunlar, dardkash bo'ldi yulduzli tunlar. Sizni kutib soldik o'yinlar, qaylarda siz notanish dildor. Sizsiz menga sabo elmas, tunlar bedor uyqu kelmas. Istirobim kimsa bilmas, qaylarda siz notanish dildor. Siz menga sabo elmas, tunlar bedor uyqu kelmas. Istirobim kimsa bilmas, qaylarda siz notanish dildor. Uchrashuvga chorladim bir bor, o'rningizga kelibdi nigor. Jamila bor, Feruza ham bor, qaylarda siz notanish dildor. Siz menga sabo elmas, tunlar bedor uyqu kelmas. Istirobim kimsa bilmas, qaylarda siz notanish dildor. Siz menga sabo elmas, tunlar bedor uyqu kelmas. Istirobim kimsa bilmas, qaylarda siz notanish dildor. Bilmaymanmi? Hozir qaraychi.
dalasi bepoyon dala oy nur sochar bir qor yog'ar qara. Qilladi tomog'im, shaqilladi barmog'im. Qilladi tomog'im, shaqilladi barmog'im. May bergin mast bo'loyin, jamolingga uloyin. May bergin mast bo'loyin, jamolingga uloyin. Ha o'yna, 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 kajak, kajakka o'yna. Ha o'yna, 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 kajak, kajakka o'yna. Tizzani yerga tirab, fujaquga o'yna. Tizzani yerga tirab, fujaquga o'yna. Göçürüp oyna, ayak göçürüp oyna. Yel göçürüp oyna, ayak göçürüp oyna. Başını yonga buraba sarak sarakka oyna. Başını yonga buraba sarak sarakka oyna. Belingni burab oyna, qo'lingni burab oyna. Tizzani yerga tirab, o'zingni burab oyna. Ha oyna, 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 kajak kajakka oyna. Ha oyna, 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 kajak kajakka oyna. Tizzani yerga tirab, fujaquga oyna. Tizzani yerga tirab, fujaquga oyna. Hey! Tizzani yerga tirab, fujaquga oyna. Aka, aka, aka. Aka. Ha, tinchlikmi, nimcha? Qishlog'imizga bir to'p oliftalar keldi. Nima maqsadda kelibdi ular? Aka, shuni bilolmayapman-da, jon aka. Bo'pti, yurchi. Mana hammasi. Ha. Доброе утро, братан. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, bratan. Va alaykum assalom. Mosimga o'ralashib qolsan, ukajon. Xo'sh bolalar, qayerdan keldinglar? Nimaga keldinglar? Biz aka, Bo'ldi, aka. Bir aka. kim bu? Qayerdan keldi? Bular meni mehmonim. Bizni qishloqdan hali hech kim bo'lib ketmagan aka. Bu yaltir yultirlarni qayerdan olib kelib olding? Shahardan akajon, shahardan. Uni qo'y, buni qo'y. Biron gap bo'lsa boshing bilan javob berasan. Eshitdingmi? Bo'ldi aka, hisob aka, hisob. Akalar, ish chatoq. Nimaga? Nimaga chatoq bo'ladi? Tuzukroq tushuntirsanglar. Nima? Akalarga yoqmabmizmi? Yo'q, sizlar shahardan qiz istab kelganlarni bilib qopti. Shunga butun qishloqni oyoqqa turg'izaman deyapti. Ha, nima qilishimiz kerak ekan endi? Ha. Shunaqa janjallarga umuman toqatim yo'q-da. Xavotirga o'rin yo'q. Men hammasini gumon qilishni yo'lini bilaman. Bo'ladimi? Bo'ldi aka. Hech qanaqa gap so'z sig'maydi. Qani, qishlog'imizga marhamat. Botir. Xo'p, joylar tayyorla. Ovqatga harakat qil. Bir bularga qo'l bola qilib osh qilib beraylik. Iye, bu yerda qanaqa qilib tong ottiramiz? Sen bu yerda yashamoqchimisan?
shar topamiz u quyon bo'lamiz. Menchi seni sevgini deb bu yerda o'lib ketishni xohlamayman. Vahima qilishma, jon chekmasang jonona qayda, toqqa chiqmasang do'lona qayda degan mashoyiqlarimiz. Mashoyiqlarimizni do'stlari bunaqa uzoqdan sevmagan bo'lsa kerak-da. Rustam, telefoningni o'chir, ko'zimga tushyapti. Hozir. Endi meni ko'zimga tushyapti. O'chirgin. Abbo. Ilhom, ana u qiz aniq shu yerdamikin? Bilmasam, ana u uchoq ko'p gapirib, yolg'onchilarga o'xshaydi. Ish qilib qo'lidan kelarmikin? Uylarigacha olib keldi-yu. Yomon bolalarga o'xshamaydi. Qishloqda bunaqalar yo'q. Sen nima deb o'ylaysan, Rustam? Rustam deyapman. Javob berib qo'ysang. Rustam! Namuncha baqirasizlar, butun qishloqda o'g'at vordinglar-ku. Yaramas bola, senga necha marta aytganmiz, mana buni ziyon deb. Uka, qo'rqitib yording-ku. Uyingdagilarga boshimiz bilan javob berishimiz kerak. Mayli, rahmat. Charchadim, uxladim. Ertalab gaplashaylik. Uxlasang uxla. Faqat nafas olibroq uxlagin. Bu nafasni hamchi naushnikda oladi. Topdinglar. Ko'chada qolib ketdik-ku. Ko'chada qolib ketamiz-da. O'zing 5 yulduzli mehmonxona so'rading-ku. Qani 5 yulduzligi? Ana, tepani qara, nechta yulduz kerak senga? Yonida oyi ham bor. Luks. Ko'chada qolganimiz hech narsa emas-u, lekin hamma yo'g'imiz pashatalavordi-yu. Yuvinib yotish kerak edi uka shuning uchun. Yuvinish kerak? Menga aytyapsizmi? Между прочим, meni mahallada baliq deb erkalatishadi. Do'stim, o'zi haftada necha marta cho'milasan? Deyarli suvdan chiqmayman. Siz-chi, Davron aka? Bir oyda bir marta. Baliq bo'lib keting-a. Tur. Men qiylanib ketdim. Ono sergaplarni chaqir. Yana nima? Qaysi sergap? Uyda egasini-da. Akalar. Voy, nima? Voy, mana keldik. Akalar, tinchlikmi? Tinchlik emas. Tinchlik. Shu ozgina chivinlar bezovta qilyapti. Bironta dezodorant yo'qmi? Nima drant? Aka, dezodorant. Bo'ldi akalar, xavotirga o'rin yo'q. Hozir yes qilamiz. Mana senlarga dezodorant tabiiy. Nima bu? Akalar, xafa bo'lmanglar-u. Bu yaxshiliklarni bir kun qaytaraman. Xafa bo'lma uka. Hali to'ylar qilamiz. Kelin keladi. Sen kuyov bo'lasan. Siz meni yo'qlabsiz go'zal adirlar qirlar. Maysa gul chechaklar gilam yoyganda. Ko'kning simsim yoshi shoxkashdirlar. Novdani u sehrlab yuvib olganda. Siz yo'qlabsiz unutmang zinhor. Tinch qo'ying alam ketsin bir nafas. Ishq yonmoq ko'ngil ko'chalari tor. Men kabi siz ham kuymang bas. Siz meni yo'qlabsiz azizam bahor. Nozli tuyg'ularga o'rab olganda sayroqi qaldirg'och uyg'otib nahor. Oshiqqa yurakka g'urur solganda siz meni yo'qlabsiz azizam bahor. Nozli tuyg'ularga o'rab olganda sayroqi
boshida yurakka g'urur solganda. Ismoil, bizga shu kerakmidi do'stim? Rahming kelsin bizga. Nimami? Tabiiy dezodorant bu. Uka, bu yoqqa qarab oring. Halabbi. Ha, mehmon? Uka, bizi ishimiz shoshilish. Maqsadga o'taylik. Qizni manzilini bering. Bo'ldi aka. Faqat ozgina Bo'ldi-da endi. Avval ishni qilaylik, keyin o'zim rozi qilaman. Bo'ldi aka. Hop. Botir. Endi ishga kirishmasak bo'lmaydi. Azizni resga chiqarib yubordi. Xo'sh. Sen ona lupani olib borib qiznikiga ko'rishtirib qo'y. Ha, bilaman. Bilasan, hammasidan pul olib qo'yganmiz. Men qolganlarni chalg'itib turaman. Aka, bu yog'ini menga qo'yib ber. Qani, ketdik, ishga kirishdik. Akalar, meni tushungan bo'lsanglar, endi gap bunda. Bizda asosan svetchilar uyga kirgizadi. Va ulardan hayiqadi aka. Ha. Xo'p. Nima qildik unda? Dilshod. Sen kontrolyor bo'lasan. Hop. Men bo'lsa haligi simlarni uzadigan. Xullas seni yordamching bo'laman. Ha, mayli. Xo'jayin, siz esa soqov bo'lasiz. Ammo qarashginda obro'yimga putur yetmasin. Bizga ishonmayapsizmi, xo'jayin? Hammasini okey qilamiz. Qani, bo'lmasa ketdik. Qani yurish. Ketdik. Kim u? Biz Svetdanmiz. Qanaqa svet? Bir oydan beri svet yo'q-u. Qayoqqa? Aka, jim, siz soqovsiz. Uyda hech kim yo'q. Dadingiz qayerda? Dadam shaharga ketganlar, kelasi hafta kelinglar. O'zing bir narsa qilgin. Kutoramizmi? Haligi kirgizmasangiz bo'lmaydi. Dadam nomahramlarga ko'rinma deganlar. Bo'lmasam bunday qilamiz. Bizni kirgizasiz-da, siz o'zingiz ichkari uyga kirib keting. Biz uchochiyni tekshirib, tezda chiqib ketamiz. Aldasanglar, olaparimga yem qilaman. Kelishdik. Xotiramang. Men ko'rib turibman, ishlaringni qilishda ketlaring. Uchochiga qarab tur. Aha. Nima? Tushunmayapman. Nima deyapti? Ahmoq, ochiqsimda tushib olding-ku. Rahmat ogohlantirganingiz uchun. Arzimaydi. Endi kech, rozi bo'l. Voy, to'kirib yubordi-yu, voy. Nima bo'ldi? Tur, nima bo'ldi? Qo'rqdim ha? Tur, ko'zingni och. Yo xudo, o'zing asra. Yordam beringlar! Ko'zingni och. Dilshod! Voy! Nima bo'ldi? Shumidi malikamiz? Hozir shuni so'rash shartmi? Bu yerda shahzoda o'lyapti-ku.
Ko'rdingizmi, shahzodam? Qo'rqitib yubordingiz-ku. Hayotingizni men saqlab qoldim. Voy. Yuring. Tort qo'lingni ya. Urmasmikin? Nima? Qanaqa shahzoda? Qanaqa malika? Tushunmonginmi? Voy, o'ngiz shahzodam. Voy. Voy, qochib qol. Voy, qoch. Voy, qayoqqa? To'xtash. Men qolib ketdim. Menga vaziri ham bo'laveradi. Voy dod, qanaqa vazir? Qo'yib yuboring, opa, men uylanganman. Faqat urmang, bolalarimni o'g'liga qolib ketasiz. Uf. Xudo bir saqladi-ya. Saqladi ahmoq. Seni deb kalta ishimga oz qoldi. Bo'ldi qillaring. Senlarga ishongan men ahmoq. Na o'zingni sevgingni topding, na Qayoqdan bilay? O'zi bo'lmaganga bo'lishma deb bekorga aytishmagan ekan. Meni kechiringlar. Xafa bo'lma. Noumid shayton topilib qolar. Ko'yningni cho'shtirma. Bir ilotsini qilib topamiz. Nishonadan ko'rdim. Qaytamiz. Akalar, kelishga-yu kelyapti. Faqat bitta muammo bor-da. Qizni otasi hozir uyga ham kirgizmaydi, qizini ham ko'rsatmaydi. Haligi bir juda ham nervni odam. Biz nima qilishimiz kerak endi? Nima qilardik? To'g'ri kiramizda, gapni borini aytamiz. To'g'ri. Biz yomon niyatda kelmadik-ku. Mayli, kiringlar. Lekin keyin qizni dadasi sizlarni go'shinglar bilan bir hafta olaparini boqadi. Ola, kimlarning qiziga kuyov bo'laman shekilli. O'yinga ham naq reketlar kelsa kerak. Kulasizlar-da aka. Killaringiz nima bo'pti? U odam ajinani ham so'yib qo'yadi. Gapni yomon ko'p aylantirding-da. Nima, kirmay ketaveringlar demoqchimisan? Yo'q. Sovchi bo'lib emas, faqat boshqacharoq ko'rinishda kiringlar. Masalan, sizlar shahardan kelgan muxbir bo'linglar. Vo, ketdik. Juda g'amgin akord, qaydadir yangilar azon. Men uchun bu rekord, uyg'ondim allaqachon. Saharlab qo'limda qalam, bo'lmasmidi uxlasam. Abonent o'chirilgan edi, qo'ng'iroq qilsam. Muhabbatimiz bechora bizim, bu aniq. Yo so'lmadi, yoki gumdon bo'lmadi. Har xil kerak emas fursatlarda yodimga keladi. Barini yodga olib eslatadi. Men to'ydim. Harakat qilgin xafa bo'lmaslikka baribir. Oqibatda mushkuldir ikkimizga. Nolonman men, nolonsan sen, nolon bu dunyo. Arazlaymiz ikkimiz, bilmaymiz kimda xato. 1 2 ochiladi mavzu 3 4 qay birimiz bevafo 5 shu bilan araz yana sevgimiz 5 daqiqa. 1 2 ochiladi mavzu 3 4 qay birimiz bevafo 5 shu bilan araz yana sevgimiz 5 daqiqa. Seni eslab bexunumorman, sen uchun men bariga tayyorman. Sen uchun men Avrelmas oddiy Rustamjon. Bora kamina ado, tunlari ham bedor bo'lgan, bedor emassan sen ammo. Demak sen baxtlisan.
ajoyib bo'ldi-yu, ha? Sizlarda aka adresni sizlar olgansizlar. Bo'ldi endi, shunga xafamisan, topamiz. Xafa emasman. Ha, nima unda kayfiyating yo'q? Zaryadim tugab qoldi shunga. Ha. Xo'p, demak biz ustamiz. Vo, yevro remont qilamiz ekanda. Ha? Dom quramiz. Demak sizlar ustasizlar. Kelishdik. Marhamat janoblar. Kim u? Etaya, pochtalyon Pechkin. O'chir ovozingni, ahmoq. Dadasi bormidi? Dadam yo'q edilar, shaharga ketgan ish safari bilan. Oho. Bilamiz. Dadaz o'zi yuboruvdilar. Uyga kirar ekanmiz. Ta'mirlash kerak ekan. Qarang, ahmoqni topibsiz. Axir ta'mirlanmasa to'y ham bo'lmaydi. Rostdan hozir ochaman. Kelinglar. Bo'lmas. Qayoqqa? Qayoqqa? Nega ham men ko'chasan? Kirish ta'mirlash. Bo'lish tez. Belim. Hoy bola, suvdan iching. Rahmat, ichmayman. Tushunmadim, men bergan suvni ichmayaptimi bu? Ich mana buni, ich. Qizim, kemonolarda olchi. Voy, ana dadam keldi. Dada, ana bu siz aytgan ustalarni ishga solib qo'ydim. Nima? Qanaqa usta? Kimlarni kirgizding? Ha? Kimlarni kirgizing dedim. Men senga nima deganim? Qani ular? Ha? Bu yoqqa kelinglar, yug'uringlar. Mana ketyapmiz-ku. Akalar. Senlarda tuppa-tuzuk bolalar desak, g'irt aldoqchi ekansanlar-ku. Pulni olgandan keyin topib berishmaysanmi? Bular hammamizni aldab, uchalamizni ham bitta xonadonga olib kirishibdi. G'ijimlab qo'ygim kelyapti-yu. Yaxshiyamki boshqa joy bo'lib chiqdi. Bo'lmasam katta janjal bo'lardi. Endi bolalar rejani oxirigacha qilasizlar. Ha, to'g'ri. Qayerdan bo'lmasin topishasan. Bo'lmasam bergan pulini tiyinigacha qaytishasan. Yo'q, akalar, bizni qishloqda hammani ko'nglini olishga harakat qilingan. Bizda ayb yo'q, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. O'zinglar aytgan manzilga olib keldik. Rosti akalar, nima endi? Qishloqqa deblar pastga uraverasizlar. Biz qo'limizdan kelgan hamma yordamni qildik. Yana nima istaysizlar? Axir sizlar aytgan qizlarni yasab bera olmaymiz-ku. Ha, rostdan. Chaqiringlar ana oshiqlarni. Bor, o'zing olib chiqqin, hammasini yetalab chiqqin. Aytaverarsiz. Ha, tinchlikmi? Baraka topkurlar. Sizlar istayotgan qizlarni ko'rinishi qanaqa? Ha, rostdan. Bo'yi qanaqa, eni qanaqa, ismi nima? Men sevgan o'zini chachi uzun, achchiq, chiroyli, kichkina. Hay. Qani, bitta gapiringlar. Ko'zida derazasi bor bola, siz gapiring qani. Oho,
hammani orzusidagi qizlarni aytib qo'ydilar ha? Ish qilib aniq ko'rganmisizlar? Ha, aniq. aniq. Ha. Bular yana gapni aylantirishni boshladi. Qo'lingdan keladimi o'zi senlarni? Ha. Moshenniklar. Bu qizlarni topib beramiz. Faqat bizga bir odamning yordami kerak bo'ladi. Kimni? Ha, ana bor edi-yu. Qahramon. Qaysi? Radiochi, qahramon, radio. Ha. Buni bilmagani yo'q. Hammani taniydi. Faqat akalar haligindan yana ozgina bo'lsa yomon bo'lmasdi-da. Bola. Senlar to'yasanmi o'zi? Oldin ishni qil, keyin so'ra. Bo'ldi aka, jahl qilmang. Nima deyapti o'zim? Bo'ldi akalar, topamiz. Botir qahramon radio podani yetalab dalaga chiqib ketgan. Tez topib kelgin. Xo'p bo'ladi. Bahorimga siz gul bo'lib kelmaysiz yor, kelmaysiz. Osmonimga yulduz bo'lib kelmaysiz yor, kelmaysiz. Tunlarimga yulduz bo'lib kelmaysiz yor, kelmaysiz. Tunlarimga yulduz bo'lib kelmaysiz yor, kelmaysiz. Oydin kechalarda ko'zlari xumor sizni kutaman yor. 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 Assalomu alaykum. Charchami? Va alaykum assalom. Charchab. Aka, bitta iltimos bilan keluvdim. Yo'q, uka berib tura olmayman. Aka, nima deyapsiz? Hali so'ramadim-ku. Hozir iltimos qilganlari hammasi qarz so'rayapti. Yo'q qarz. Aka, qarz kerak emas, xolis xizmat kerak. Qancha berasan? Aka, hazillashyapsizmi? Jiddiy muammo chiqib qoldi. Xo'p, hazil, xo'p. Qanaqa muammo? Tinchlikmi? Aka, sizni yaxshi bilamiz. Nafaqat bizni qishloqni, balki hamma qishloqni yaxshi taniysiz. Deyarli hammani taniyman. Ha, bekarga sizni radio uzil deyishmaydi-da. Ha, endi qo'ldan kelgancha xalq xizmatini qilib yuribmiz-da, uka. Maqtan ordingiz bir amalda ham ko'raylik. Yo'q, men qila olmaydigan ishim o'zi yo'q. Nima qilish kerak aytmaysanmi? Tushuntirib berishga vaqt yo'q. Yuring aka, yo'l-yo'lakka tushuntirib beraman. Yuring. Mana akalar, olib keldim. Yaxshi-da mana. Ha. Jamoat jamku ha? Bitta biz kam ekanda. Topgan odamini qara. Nima? Sen gapirdingmi, Lupa? Yo'q, aka, siz tushunmadingiz. Aka, o'zingiz bosing, mehmon bular. Yuring bu yoqqa qarang. Ha, mehmon demaysanmi, uka? Ha, kamjonini. Ular shahardan kelishibdi. 3 ta qizni orqasidan kelishibdi. Ha, bo'ldi, tushundim, uka. Mana shu qishloqqa men qarayman. Topshib berib qo'ysangiz bo'ldi, jonim akam. Yo'q, aytdimi? Aka, bo'ldi. Tushuntirdim-ku men. Bo'ldi, uka, qilamiz. Bo'ldi. Boranonlar chaqirgin, uchovni chaqirgin. Uchovinglar, bu yoqqa qarab oringlar. Qani yurishchi. Qahramon aka. Aka. Xavotirga o'rin yo'q. Oringlar, xavotir olmanglar, zo'r bo'ladi. Ketdik. Tushandiga aka uni. Bo'ldi, topildi hisob. Aka, xijolat qilib qo'ymang ha. O'zingiz bilasiz-ku. Menga ishonmaganlarni yoqtirmayman men. Aka, juda ham qiynalib ketdik. O'zingiz bir narsa qiling. Ha. Ammo oxiri baxayr bo'lsin. Quyon yuringlar. Yurlaring, men o'zim javob beraman. Aka, yotig'i bilan tushuntiring. Yo'q qilib qo'ymang tag'in.
Bor qilib qo'yaman. Xo'jayin, Dilshod sevganini topganga o'xshaymiz. Lekin sizni sevganingizni topa olmadik. Xavotir olma. Hali senga aytmadimmi? Kecha tunda o'zi menga qo'ng'iroq qildi. Tezroq ketaylik. Xo'jayin, tabriklayman. To'yingizda o'zim choy tashiyman. Xo'p, rahmat. Yuring ket. Sizlar xavotir olmanglar, hammasi 5 bo'ladi. Bular shahardan kelgan mehmonlar. Ha, tinchlikmi? Menda nima ishi bor ekan mehmonlar? Qisqasi, bular uchalovi seni singillaringni yaxshi ko'rib qopti. Qishloqdan shaharga olib ketmoqchi. Nimalar deyapsiz? To'xtab tur Olifda. Xo'sh, davom etchi. Shunga yotig'i bilan tushuntiraylik. Ota-onangni olib kelish desam, yo'q deb shu yerga yetaklab kelishdi. Voy, qachonday nimalar deyapsiz? Ana bo'lmasam, endi tamom. Xullas, mana bolalar. Nima qilsang qil. Gaplashib olinglar. Aytdim-ku, hammasi 5 bo'ladi deb. Ha, mehmonjonlar, shunaqa deylar. Rostdan ham sevib qoldilaringmi? Ha, hayolingda biring 10 bo'lib to'y qilishmoqchi bo'lyapsanmi? Ha. Ruxsat bersiz, ha? Demak, singlarimni ko'rishding. Ko'rishding-da? Ha aka, ko'rdik. Sen ham ko'rding-da, lupa? Ha, yaqindan ko'rdim men. Men ham ko'rdim, surati bor. Bular uchrashuv ham yuribdi. Hali videosi ham bordir. Hozir hammani burda qilaman. Keyin yerto'laga apishib osib qo'yaman. Shu bilan yopiqliq qozon yopiqligicha qoladi. Aka? Voy aka. Biz chin dildan. Lola, go'zal Ramon, bu yoqqa qarash. O'zimga sig'mayapman. Nima degan odam bo'ldin? To'xtasha quyon yuralar. Baraka topkunlar, shoshmanglar. Baraka topkunlar, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi o'zi? Dard bo'ldi. Balo bo'ldi. Qayoqqa? Qocha. Qayoqqa? Oliftalar. Hay, sizgina senlar yo'q. Endi yomon bo'ladi-da. Nima bo'ladi?